insonning qalbi doim o'zgarib turuvchi bo'ladi. Mana shu qalbni bir joyda itoatli, sobit bo'lishligi uchun mo'min kishi doimo qalbiga hikmatlarni, yaxshiliklarni jo qilib borishlik kerak. Chunki insonning qalbi qanchalik hikmatlarga, yaxshiliklarga to'la bo'lishni boshlasa, uning islomi go'zallashib boradi. Va qanchalik qalblar turli salbiy narsalarga to'la bo'lsa, aksincha uning islomida hech qanday nur, go'zallik, yorqinlik bo'lmaydi. Musa alayhissalom Xizr alayhissalom bilan safarlari tugab ajralayotgan vaqtlarida u kishidan o'zlariga nasihat qilishlarini so'radilar. Musa alayhissalomdek ulul azm payg'ambari Allohning eng suyukli nabiylaridan biri bo'lgan zotlardan. Ana shunday zot ham o'zlarining hayotlariga foyda beradigan ahli ilm bo'lgan Xizr alayhissalomdan o'zlariga nasihat qilishlarini so'radilar. Ya'ni taqvodor solih zotdan o'zlariga nasihat qilishni so'radilar. Bu narsa mo'minlik uchun doim ibrat bo'lishlik kerak. Mo'min odam o'zidan solih insonni ko'rganda, o'zidan ilmli insonni ko'rganda undan foydalanishga harakat qilishligi, ana shunday insonlar bilan islomini go'zallashtirib bormoqligi, qalbini hikmatlarga, yaxshilikka to'ldirib bormog'i lozim. Xizr alayhissalom nasihat qildilar. Ey Musa, tortishishdan saqlaning. Biror hojatsiz yuruvchi bo'lmang. Sababsiz kulmang. Xato qilgan kishiga xatosini aytib ayblamang. Va o'zingiz qilgan xatolaringizga yig'lang. Ey Imron o'g'li dedilar. Dar haqiqat insonning qalbini buzadigan, islomini nursiz qiladigan, insonlarni oqibatini ketkazadigan, bir-biriga nafrat paydo qiladigan narsalar, qalbni buzadigan narsalarni sanab o'tdilar. Tortishishdan saqlaning dedilar. Inson borki, o'zi bilgan, bilmagan, biror hujjati bo'lmagan, aslini bilmagan holatlarda ham tortishadigan ishlari bo'ladi. Bu narsa insonning qalbiga boshqalarga nisbatan g'ulu, haqsizlik, kibrlanish va mana shu salbiy sifatlarni chiqarib beradigan narsa. Ya'ni boshqalar bilan munozara qilaverish. Bu narsa bugungi kunda odamlarning orasida juda ham rivojlanib ketdi. Bu narsadan mo'min kishi ehtiyot bo'lmog'i lozim. O'zingiz bilmagan biron ilm keldimi, tortishmang. Biron amalni ko'rdingizmi, hujjatini bilmagan holingizda tortishmang. Bu sizga yutuq bo'ladi. Biror hojatsiz yuruvchi bo'lmaslik. Bugungi kunni tili bilan aytganda sayoq yurmaslik, behuda yurmaslik. Inson kunini yaxshi, maroqli, zo'r o'tkazish uchun turli tuman huda, behuda ishlarni qilishga, zavqlanishga harakat qilaveradi. Ana shu narsalar ham qalbni buzadigan ishlardandir. Ozgina bo'sh bo'ldingizmi? Mo'minlikning hikmati shuki, bo'sh paytidan foydalansin. Robbining zikriga rag'bat qilishni o'rgansin, qalbiga shu narsani o'rgatsin. Sababsiz kulmaslik. Inson o'ziga doim kulguli holatlarni keltirib o'zini zavqli, maroqli o'tkazishga harakat qilaversa, uni qalbi faqat shunga o'rganib qoladi. Telefonini olib faqat shu kuldiradigan, maroqli o'tkazadigan narsalarni qidiraveradigan bo'lib qoladi. Uni oxirat holatlari, dunyoga nima uchun kelganligiga chaqiradigan, tafakkur qildiradigan ishlarni qalbi yoqtirmaydigan bo'lib qoladi.
ana shu ko'p kulaveradigan qalb sohiblari oxiratni eslatadigan insonlar bilan o'tirishga oshiqmaydigan bo'ladi. Faqat o'zlariga mos bo'lgan ulfatlarni, insonlarni, oshna og'aynilarni qidirishni boshlaydi. O'shalar bilan ko'proq vaqtini o'tkazgisi keladigan bo'lib qoladi. U inson pushaymon bo'ladigan qalbga ega bo'lgan bo'ladi. Bir kishiki hayotida xato qilib qo'ydi. Oilada ayol xato qilib qo'ydi yoki erkak yoki farzand yoki jamoat joyida rahbar yoki xodim xato qilib qo'ydi. Insoniylik ana shu xatosi uchun hadeb unga o'sha xatosini eslataverish kerak emas. Chunki inson xato qildi. Davomiy xato qiladigan insonning holi boshqa. Lekin hayotda bir vaziyatda xato qilib qo'ygan odamning xatosini doimiy eslatib turishlik eng yomon mo'minlikning eng yomon sifati. Mo'minlikka yarashmaydigan eng yomon sifat. Uni o'rniga inson o'zini ayblari bilan shug'ullanishligi lozim. Inson o'zini aybini izlashni boshlasa, boshqalar ham o'zi kabi kamchiligi bor inson ekanligini his qiladi. Va Allohning huzurida o'zi hisob berishi va o'zi hisobda Allohning huzurida qanday holatda bo'lishligini eslab yig'lamoqligi kerak. Ana shu qilgan xatolari uchun Robbisi unga qanday muomala qilishini tafakkur qilib, eslab, o'zini bandaligini bilmoqligi lozim bo'ladi. Ana shunday qalb sohiblari hassos bo'ladi. Va har bir ishida o'zining qalbini, holatini o'ylab yashaydigan bandaga aylanadi.